O'tgan safardagi mashinalarni ham bitta zo'r narx qilib hisoblab beringchi. Bo'ldi, hisoblab beraman. Erinmasdan kelibsiz. Sovuq, yomg'irdan. Qimmat olganimdan keyin kelasiz. Qor yog'sa ham kelasiz. Kelaman. Qimmat olaman, men kelaman. Bo'ldi, xo'p. 585 ekan. Hammasi ma'mularingiz 583 ekan. Nimaga shuncha tillarni sotyapsiz? Bu ham 583. Qimmat olganingizdagi yig'ishni boshlandi. 583 zo'r qilibsiz-da. Xo'p, nech pul mo'ljallab keldingiz endi bunga? Bormi mo'ljallingiz? Yo'q, endi siz ayting keyin mo'ljalni. Xo'p, qarang, 583, 585 ekan. Lom ekan hammasi. 1 million 100 dan qilib beraman 1 grammini. Bo'ladimi? Общий hisoblab aytdingmi? Xo'p, o'tgan safar nech puldan? 1 million 50 dan qilib berdim, adashmasam. Biz bu safar yana ham qimmat qilib berdim klient bo'lganingiz. Xo'p, qarang. 36.13 doll yoqsa ham kelasiz. Sovmi ko'cha? Vahshi. 36.13 1 million 100 dan. 39 million 743 million bo'pti. Nech pul qilib bering? Insof bilan, mayli, shu qor porda kelibsiz. 39 million 800 qilib beraman bo'ladi. Voy, tekis qilib bera olmaysizmi? Tekis. Qanaqa? Mana tekis qilib berdim 39 million 800. Yo'q. Nech pul? 40 million qilib yuboring. 40 million. Bo'ldi, siz uchun qilib beraman, klient bo'lib qolasiz. 40 million. Qarang, mana 20 million. Mana ham 20 million. Общий 40 million. Sanalgan ichi to'g'ri. Bemalol. Rahmat kattaga. Keling, xizmat ko'rsatamiz yana. Qor, yomg'ir farqi yo'q. Agar sizlarning ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ri tanlov.